Demek o'zingiz tanishtiring aka, ism familiya? Qashqadaryo viloyat Mirishkor tumanidan kelyapman doktor. Aha. Aminov Jumanazarman. Yoshingiz necha? 63-yilda tug'ilganman. Nima bezovta qilyapsiz aka? Bel oyoqlarim og'riydi doktor. Qaysi oyoq ko'proq og'riydi? Ikkoviyammi, bittasi? Chapi. Chapi. O'ngi ham og'riydimi? Bunisi ham bor, chap ko'proq. Chap. Bu og'riqlarga qancha bo'ldi? 1 yil, 2 yil, 10 yil? 20 yil yaqin. 20 yil yaqin. O'zingiz nima ish bilan shug'ullangansiz? Nagruskada yurganmisiz? Suvashi bo'lishdi. Suvashi, tushunarli. Soatlab o'tirgansiz aka. Bo'yinlar qanday bo'yin? Tepa, mana chapga, o'ngga burganda tortishuvlar, og'riqlar. Bir ozgina yuring qani. Yurishingizni bir ko'raylikchi. Hozir yurganda qayeringiz og'riyapti? Tizzalarimda hozir og'riq bor. Mana ko'proq bunday turib qolsam, keyin belim ham qattiq og'riydi. Qani yotamiz aka, qani yoting, ko'ramiz. Ayol qo'ying aka, bo'sh qo'ying. Nima buni betib qo'ydingiz aka? Buni ishlatmabmiz-da. Bu qotib-qotib-ku buni harakat qilish kerak. Og'risa ham yurindi bo'lardi. Buni qarang. Tushmaydi pastga. Bu endi bugun bu отдельный kasallik aka. Bu aynan bugunga umurtqa teginmaydi. Umurtqa mana bu shaylardi. Aka, demak, mana buni buklaymiz. O'zingizni bo'sh qo'ying. Og'risa ham silaysiz, bo'sh qo'ying. Ketdik, ketaveramiz. Qarayapsiz aka, bo'sh qo'ying dedi. Yo, bilmaydi doktorga. Mana chuqurga so'zing. Bu отдельный kasallik-da, bugun kasallik. Mana bu yerda og'riq bormi aka? Mana shu yerda. Ha? Kamroq. Mana bu yer qanday ekan? Og'riqmi? Yaxshi ekan. Yaxshi, bu tomon. Ozgina bor, yaxshi. Bu yerda. Yo'q. Shoylaringiz netto. Qotgan, taxta. Bu yer. Bor. Mana gorpingiz ham bor, shishga. Umurtqadan bor. Umurtqalaringiz holati shunchalik bir-biriga bitib yotibdi, yopishib. Orasida nerv tomiri turadi, nerv tomiri qisilib qolgan. Kim bo'lasiz, bo'lmadi. Nima e'tirof qilmadingiz? Yaxshi ham mutaxassis uchratib olmadik doktor. O'tkazib qo'yib, keladi bizlarga ham azob berib, qiynab. Ana aka bo'sh qo'ying, mana bu yerni ko'ramiz, mana to'rtta tishgan og'riqlar bo'ladimi yo'qmi? Bo'shashing. Og'riq bormi bu yerda? Kam. Bu yerda-chi? Ancha. Qani bu tomondan hozir ekan. Bo'shashing. Bu yerda. Bor. Qotmang, bo'sh qo'ying. Bu yerda-chi? Kamroq. Odam bormi? Masajda suv o'tirsin. Qizil suv. Ochida qayerga og'riyapti aka? Tizam. Amir og'ridimi? Ikkita chanoq sandig'ini. Mana bu tomon. Yo'q. Tizam bo'ldi. Mana bu yerda og'riq bormi? Bor. Bu yerda-chi? Bor. Kvadratli mushaklar, qo'lni yallig'lanish, shamollash, grija. Demak, aka, buni biroz bo'shatamiz, bo'sh qo'ying. Kvadratli mushaklar. Demak, og'riydi aka, chidaysiz, bo'sh qo'ying, ketdik. Hop. Nima dedi? Eshitdingizmi nimanidir aka? Rotatsiyangiz ham bor ekanda, 3-umurtqada. Ters joyga tushib ketdik. Hop. Qotmang aka, bo'sh qo'ying.
Umurtqalar deb bog'lagan ekanmiz-da. Ishilib yotibdi buralib. Bel umurtqalari. Ha, bu. Bu ekan. Dedi bu. Kısır mı olursun? Yaxshimisiz aka? Yaxshiman, Abi yaxshiman. gapirib turing-a, yerdan bu yerdan. Yashang. Mo'l deysiz qurur. Yashang. Endi bu tomonni to'g'rilab qo'yamiz aka, bo'sh qo'ying. Ular bo'lsa ayolman tushiring endi. Bu urganib privichka ham bo'lyapti. Tushiryapti-ku mana aka. O'sha sekin joyiga borish kerak, bu ishlash kerak bu. Yashang, yashang. Qani ketdik, bo'sh tirs boradi joyiga. Bunisini ham tashlang, bunisini ham tashlang. Ishlash kerak-da. Mana bu shaylarni boshqarib, mana bu zo'r odam-da bu yerda. Bu yerdan chiqib turgan nerv tomirlar boshqarib turadi. Mana bu eng katta mushaklar. Odamni o'zi hamma tomoni mushak. Shu mushaklar harakatlantiradi. Bu mushakda mana nerv tizimi umurtqalar orasidan chiqib turadi. Bunga ko'p olasizmi, operatsiya qilasizmi, bir tinlik foydasi yo'q. Ketdik, bo'sh qo'ying. Endi aka, osmonga qarab turyapti qani? Siyib qirrami? Shunday bo'ladi. Shunday. Ustiga qo'yib qani? Keling, oyoqqa ushlab turasiz. Qo'lingga jo'nab, oyoq tomonga olib. Yoting. Qo'ying boshda. Qo'l yerga qo'ying. Şuradan bor kuch bilan bosib turash kerak. Oyoqni iloji boricha tashlab yuboring aka, tashlab yuboring. Demak, qarang. Hozir men bitta tortaman, tortganimda qo'yib yubormang. Siljimasin, menga qarab, gram siljimasin. Bosing, ari bosmay turing. Bosing demak, kuch bilan bosasiz. Aka, siz o'zingiz bo'sh qo'yasiz. Bor kuch bilan bos. Qani, bo'sh qo'ying deb bitta chiqarib olib chiqaring. Endi og'ziga yemang, tishlar qotmang aka, qotish bo'lmasin. Mana shunday bosing kuch bilan. Qo'ying. Qanday aka? Yaxshiman. Nimalardir uzilgandek tuyuldi. So'ramang. Qo'rqinda-da, bo'ldi o'tiring. Endi aka aylanib qo'ying, yerga qarab, sekin. Ama qo'yib yuboring bizdan. Yoting. Chuqurga siljang, yuzingizni qo'ying bunga. Kattada, bu katta mana farq. 2 santimetr farq bor. Bu yerda, bu yerda. Muolajani boshladim aka. Muolajasi ham og'riq bo'ladi. O'zingiz bo'sh qo'yasiz, chuqur nafas ketdi.
Bir chuqur nafas olib chiqaramiz aka, yengil qilib, bo'sh qo'yib. Nafas. Yana bitta. Nafas. Oyoq tekis. Lekin tizzadan buklanmaydi. Tizza qotib yotibdi. 20 yil dedingizmi? Ha. 20 yilga yaqinlashib turibdi. Bir chaqaloq tug'ilsa 20 ga kirgan bo'lardi. Shuncha ham yuraverasizmi? Kelsangiz bo'lmaydimi ertaroq, ha? Doktor bo'yaman sizni. 2 oy ham ko'rganim yo'q, kuzatganim yo'q. 2 oy ham ancha, 2 oy ham. 2 oyda ham mana ancha ish qilsa bo'ladi-ku. Svarsh bo'lganman dedingizmi? Ha. Necha svarsh qildingiz? 7. Svarshlarim nuqul o'tiradi-da buklar. O'tirdingizmi soatlab tamom. Shunday. Qisib tashlaveradi. Bu kasbingizni o'g'lingizga berdingizmi endi? Yo'q. Hech narsaga o'rgatganim yo'q, doktor. O'zim azobim ko'rganim yetadi. Och qolsa ham o'shan foydasi kerak emas. To'g'ri qilsa bo'ladi endi. Har narsani chek-chegarasi bo'ladi-da. Endi mana ishni tugatib qo'yay deb sohatlab buklanib o'tiraverdingizmi? Uni shunday qisib qo'yaveradi-da. Shunday. Yerni qisib tashlaveradi. Bitta отопление bo'lsa, batareya sayib, katyol, liniyani to'rtaylik 3 sutka ishlasa, 3 sutka shu o'mini choyga ajrataylik-da. Kechqurun ham 2-3 gacha ishlaydi. Yo'q. Endi bolam chaqam deb qiladi-da bolam. To'g'ri. O'zimizda Qarshida o'lam, ukoldorini olaman, 15 kun, 20 kun o'tmay yana eski hovliga kelib o'tiradi. Keyin 6 marta Nagorniga keldim, radan so'ydi. Ergash otaga bordim 2 marta. Ergash otaga ham bordingizmi? Ha, 2 marta unga bordim. Sherzod Shifoga bordim oxirgi marta, bultur. Chiqib qolmabdi-da aka. Keyin sizni ko'rib qoldimda YouTube'da. Shu yerga keldim. Qani aka bitta chuqur nafas olib chiqaramiz. Endi nafas olasizda, nafas chiqarmay ushlab turasiz. Nafas ketdi. Yana bitta nafas. Yana nafas. Yana nafas. Yaxshimisiz? Yaxshiman doktor, qo'lingizdan kelmasin. Buksavat qilyapsiz aka. Tormoz qo'yaylik, tormozni. Qo'yaverdim, kech qo'ydim. Shunday ketdi. Masalaydi. Yashayın. Qashqadaryodansizlar a? Ha. Bunlar ish yo'qmi? Bo'shashing.
Endi ko'taring aka, men buni olaman. Tagidagini. Yoting. Oyoqni tashlang oyoqni. Ichkada bu. Ko'tarib olgansiz. Ush. Bo'ldi. Endi aka, bu urilgan joy 1-2 kun og'rib turadi, undan xavotir olmaysizmi? Bu endi hammadan har bir yerda og'rimaydi. Biz zarb to'qimalaringizda og'riydi. Bunga Menavazin degan dori bo'ladi. Ichiga bitta ampulada diklofenak, kamforni nasl solib aralashtirib tushirib turadi bo'lgan joylarga. Boyagi og'riqlarni ko'rib chiqaman aka, nima bo'ldi og'riqlar? Bo'shashing. Og'ridimi? Yo'q. Berchi. Yo'q. Buyamda. Yo'q, doktor. Berdagi. Shu zardob nimasi bor yo'q. Mushaklar aytadi-da, mushaklaringiz qarang, va taxta bu beton deb qotib yotdi. Mana yumshab ishga tushdi. Endi aka, mana ko'krakni ko'taramiz. Yelkani. Qarang. Endi peshonani qo'yamiz ekan shunday. Qo'ldan qo'ygan. Mana bu yerga nima bo'lgan aka? Shram bor ekan. Operatsiya qilgansizmi? Yo'q, yara chiqdi, sochi yara dedi doktorlar. Operatsiya qilgan ekansizda? Ha, kesib olindi. Demak, og'zingizni yuvib turing. Boshga ikkita qo'lga ozgina to'kiradi aka, ketdik, bo'sh qo'ying. Yaxshimisiz? Yaxshiman, yaxshi. Chidasa bo'ladimi? Ha. Bitta bo'ladi. Sog'lik kerak bo'lsa chidasa bo'ladi. Bo'sh qo'ying. Tashxisiz ekanligida gap yo'q. Yashang. Bo'sh qo'ying. To'p to'kiladi. Bo'sh. Bo'sh qo'ying. Aka, oxirgisi bu sizga padarkan, ketdik. Bo'sh. Ko'taring. Yaxshi tomon. Yoting. Siljang, teshikka siljang. Aka, tepaga bitta yotamiz. Mana mana.
Kızlar onu işten çıkarıp koyuyorsun aka. İşletiş kerak da, ishlatish kerak. O'zingizdan tayyorlab qo'yganda mana. Ketadi bu. Bo'sh qo'ying. Qarang, patella. Patella deydi mana qopqoq suyakchi. Qotib yotibdi. Bu umurtqa bunga teginmaydi-da aka. Umurtqa mana mushaklarda. İşlating aka, ishlating. Ana oxirigacha qo'ying aka, uzating, mana qo'yavering. Qo'ygani shu doktor bo'ladi. Buni endi aka revmatolog degan doktor bo'ladi. Bo'g'im kasalliklari bo'yicha shunga ko'rinasizda. Mayli. Nima lechini qilib turasiz aka. Mayli. Endi sekin tushamiz aka, yonbosh o'rtasiga tushib ko'ring qani. Yo'q. Qani yuring aka, o'zingiz bo'sh qo'ying, erkin, tirishmang, qolishmang. Zarbilmas. Aka qarang, og'riq sababi umurtqangizni rotatsiya deydi, buralib turadi, tarsini joyiga tushdi. Bu endi bir necha yildan beri shunda shu joyda moslab yotuvdi-da, o joyga keldi-ku tars etdi. Bu endi og'riydi aka. Moslashib, tortishib, mushaklar bor yerda, mushaklar joylashib olgancha og'riydi. Ikkinchidan bu tizza bu umurtqaga tegishli emas aka. Mana buni turibsiz-ku, qotib qo'yibsiz buni. Buni davlat lecheniyaga buni hatta fizioterapiya lecheniyaga mana mushaklarni ishlatish kerak-da. Mana paylar bor bu yerda, mushaklar, sveskalar bor, qotib turibdi. Hali ham kechamas aka. Uyga borganda mana harakat qildirish kerak. Mushaklarga, mana paylarga qon borish kerak. Yuring aka, yuring. Qon aylansin mana mushaklarga. O'zingizni bo'sh qo'ying, qo'rqmay, tirishmang. Qanday aka, mana bular yelka, bel. Yaxshi. Yengilmisiz? Yengilman. Yashang. O'yinni ko'ring, qo'llarni harakatini ko'ring. Uyda ham aka mana shu mashqlar bajarib turish kerak. Uyda. Yaxshiman doktor. Nima gaplaringiz bor? Videoga aytib qani. Nima holatda edingiz? Hozirgi holatingiz qanday? Ancha yengil bo'ldim doktor. Bu qo'lingiz dard bermasin. Mana shu menga o'xshagan dardmanlar kelsin mana doktor bularning qo'llari yengil ekan. Mana ancha yengil bo'ldim mana. Rahmat, salomat bo'ling. Boriga shukr. Rahmat aka. Yallar. Men sizni tanimayman. Yo'q. Men sizni tanimayman. YouTube'da ko'rib kelibdim doktor bu. Men negativlar negativlar chiqadi-da, bular bunaqa o'ylash yo'q. Balki men tanimayman bu kishini. Bu kishi meni tanimaydi. Yana eslataman, manzilni so'raysizlar, manzilni qaytib tushuntirish kerak yana. Sizlar viloyat Sharaf Rashid tumani Yangidiyor mahalla. Telefon soat 9 dan 2-3 gacha ishlaydi, bozor kuni ishlamaydi. Boshqa savol berilmasin, kommentariyada ham yozinglar bu yozib. Agar ja tushunmasangiz, video tagida isho degan so'z bor. Barmoq bilan bitta bosiladi, hamma ma'lumotlar chiqadi. Shu yerda qo'yilgan telefon nomeri, qayerda adres, hech kasalliklar davolanadi, ana shuni ko'rib oling. To'g'ri.